Mana topolmayapsiz, bilmayapsiz, yuragini tekshirtirgansiz, zopiga bergansiz, bosh og'riq qoldirgan, unga bergansiz, bunga bergansiz, yo'q, bosh og'riq qolmayapti uchun yana kelyapsiz menga. To'xtagan, buni yo'nalishi boshqa ekan, tabiiy ishli ekan deb kelyapsiz, to'g'rimi? Qoldirmayapti. Men aytgan gaplarni birortasini 4dan 5 ta narsani tushtirish muammosi. Mana bu yoqqa, bunisi bu yoqqa, bunisi bu yoqqa deb ma'nosi qo'yib ko'rganim yo'q. Misol uchun, menga analiz qog'oz tashladingizmi? Ilmga tashladingizmi analiz qog'oz yoki qayerlargadir analiz topshirib keling, o'sha ko'rgan analizlaringizni diagnoz apparatim bormi yonimga? Klinikaga bormi bironta ko'rdingizmi? Yo'q. Men aytgan gapni qaysi bironta vrach aytib beradimi yoki o'zingiz biladingizmi? Meditsina sohibisizda o'zingiz polni bilasiz, kasallikni bilasiz, keltirib chiqargan sababni bilasiz. Shu diagnozdan hozirgacha hech kim chiqara olmagan, meditsinada doimiy degan diagnozlardan chiqaramiz. Voy bir oydan keyin yana qaytalar deganlarni ham eshitdim. Mana 3 yil 4 yildan beri sog'lom bo'lib, chatimga qatnashayotganlarni ham ko'ryapsiz, to'g'rimi? Realni ko'ryapsiz-da.